Tak, assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan relax yozuvida pabgim do'stlar. Bugun sizlar bilan TDM va klassikaga eng zo'r nimalarni mashqlarni ko'rsataman do'stlar. Buning uchun poligonga kiramiz. Hozir mana bu mashqlar ancha foyda beradi deb o'ylayman. Sizlarga o'rgatmoqchiman mana shu mashqlarni. Bu mashqlar oson. Hozir ko'rib chiqamiz. Tak, mana poligonga kirib oldik. O'zlaringga mulk avtomat sozlab olasizlar. M416 MK ni o'zingizga mos qilib, mana shunaqa yoki boshqacha qilib o'zingizga yoqqanini yasa olasizlar. Hozir men birinchi mashqim. Hozir men bilan uncha ishlamaymiz. Bunaqa qilamiz. Qaranglar, mana shu yerda mana mashinalar bor. Mana mashina mana shu ko'prikning ustiga ko'rsataman. Mashinalarni olib borib ko'prikning ustiga mashina qilib yaxshiroq qilib bir qo'yib olamiz. Bitta ikkita xohlasanglar mashinalarni mashqga to'ldirib qo'yishinglar mumkin, lekin juda ham ko'p anaqa to'ldirib tashamanglar. Anaqa mashinalar ustiga minib mashina qo'yib tashamanglar. Mana shunday qo'yasizlar. Yana bitta ikkita mashinalarni qo'yasizlar. Orasida mana shuncharoq joy bo'lishi mana keyin mashinalarni qo'yasizlar-da. Hozir bittasini qo'ydim. Xohlasanglar mana shu yo'lga ham bitta ikkita mashina qo'yib yuborsanglar bo'ladi. Bu bizga ancha yordam beradi do'stlar. Hozir nimaga yordam beradi desanglar, hozir ko'rsataman do'stlar. Uyni ichiga kirib oling. Misol uchun mana sizlar skuldasizlar. Skuldagi mana shunaqa uyning ichidasizlar. To'satdan yo'lda mashina o'tib ketyapti. O'zarasini tilim nima kelishmay qoldi. Mashina o'tib ketyapti. Tog'lar bor. Pachinkida, skulda. Xullas, mana shunaqa mashina ketyapti. Terib chiqasizlar mashinalarni. Agar mashina terib o'tirmayman desanglar mana to'rtburchaklar bor. Mana shu to'rtburchaklardan Marked a location. belgilarni. Xo'p, xullas, mashina talab qo'ygan Marked a location. mashina qilasizlar. Agar sizlarda yaxshi zajim mashina qilib mashq qilasizlar. O'tirasizlar. Buni mashinaga otishga harakat qilasizlar mashinani. Mana. Uncha yana ko'raylik. Hozir menda giroskop yo'q. O'shaning uchun mana 45 fps. O'shaning uchun menda hozir o'xshamayapti. Sizlarda o'xshashi mumkin. O'yinchi bo'lsanglar, mana shu giroskopga xullas mashina qilasizlar. Bu birinchi mashq. Ikkinchi mashq. Uzoq shu mashina turgan joyga borasizlar-da. Hozir ko'rsataman borib. Hozir borib ko'rsataman. Hop. Mana. Ko'pchilik zajim. Mana do'stlar, hozir videoni pauza qildim.
chaqirib qolishdi mana. Ular siz kelasizlar. O'zingizlarga mos, zo'r chust tuzib olasizlar. Ko'pchilik zajim qilishni bilmaydi. Mana misol uchun mana uzoqroqda sizlar o'tiribsizlar. Erangelda 6 ta 5 ta odam qo'ygan o'tiribsizlar. Mana boshini qaraysizlar-da. O'tasizlar. Manda o'xshaydi, uncha mana o'xshab ketdi bitta. Mana shunaqa qilasizlar mana. Bo'yniga tutasizlar-da. O'tasizlar. Ko'pchilikda zo'r chustlar bo'ladi. Ularga yotib o'tirish shart emas. Ularni o'zlari biladi. Ko'pchiliklar bilmaydi. Mana bu 3x ni mana shu o'rtasida mana plusi bor mana. Mana shu plusni boshga qaratasizlar, plusni. Boshga qaratganda ko'rasizlar mana. Bu plus bekordan bekorga qo'yilmagan. Mana shunaqa qilasizlar, qaranglar. Mana plus bor, plusning pastida uzun chiziq bor. Lazerga qo'shilib ketgan mana. Shuni odam bilan tenglashtirasizlar va mana ko'rdim. Mana. O'shaning uchun zo'r bu. Men to'g'risini aytsam, 4x larda o'ynamayman. O'shaning uchun uncha ko'p nima uncha zajimga qiziqmayman. Qiziqishim bormi? Uncha juda ham kuchli zajimga qiziqmayman. Xo'p. Keyin hozir men mashq maydoniga Marked a location. Shunday kelasizlar-da. Otish mashq 3-da turibdi, shunga bosasizlar mana. Xo'p. Bitta kelishdan maqsad hozir bitta narsalar bor. Menga o'tasizlar. Watch out. O'tganinglardan keyin mana joystikni qo'lga o'rgatish uchun mana bunaqa qilasizlar. Mana. Xohlasanglar mana bunaqa qilasizlar. Xo'p, mana shu mashqni kuniga 5-10 minut qilasizlar. Kuniga ertalab, kechqurun, xullas PUBG'ga kirgan paytlaringda qo'rsanglar ham bo'ladi. 5-10 minut. Ili yana bittasi bor. Buni bu yoqqa o'tganinglarda o'tirasizlar. Keyin turasizlar, bu yoqqa o'tganinglarda o'tirasizlar mana. Mana. Hop, hop, o'tganinglarda o'tirasizlar. Xo'p, bunaqa qilsa ham bo'ladi. Men bitta o'tmoqchi bo'lganda o'tirasizlar, keyin o'tasizlar mana. Hop, uncha o'xshamayapti menda. Men sizlarga o'rgatish uchun, joystikni o'rganish uchun deb. Keyin bu narsalar bekorga qo'yilmagan deb o'ylayman. Xo'p. Keyin ko'pchilik sakrab o'tishni yaxshi ko'radi. O'shaning uchun mana mashqga kelasizlar. Mana ikkita nima bor? Betonga. Marked a Beton location. bor. Mekka boshqa joyga qo'yilib ketdi mana. Marked a location. Watch out. Watch Xullas out. mana o'zlaringlar ko'rdinglar. Mana shu kelasizlar mana shu yerga. Mana uzun tayoq bor, mana shu yerga oq bo'lgan. Mana shu belgi berasizlar-da. Mana shunaqa sakrab o'tasizlar. Xullas mana shu Watch out. tayoqga mana shu yotadigan bosilib ketdi. Mana shu tayoqga tegish kerak. Bu hisoblanmaydi, chunki men unga qaranglar. Bu yerga kelganinglarda mana bu mana to'g'risida turibdi. Bu esa bu yoqda turibdi. O'shaning uchun shunaqa. Xullas hozir menda uncha o'xshamadi, chunki men sakrab ham o'tmayman uncha. Xo'p. Keyingi mashq. Ko'pchilik TDM'lar pik qilishga qiziqadi. Mana shu tepada xaltasi bor, beton yoniga kelasizlar, betonni. Keyin mashqda kelasizlar. Mana bo'ylarni o'lchab ko'rasizlar. Mana shu Watch out. mashqga mana shunga. Boshimda soch bor-ku deyishinglar mumkin. Buni olib ham ko'rsataman. Mana shu bilan mana bir xil mana. Xo'p, sochim yo'qolib ketdi mana. Watch out. Watch out.
Mana shu ikkinchisiga kelasizlar. Hop, mana. O'tirasizlar, mana shu o'zi bilinib turibdi, mana shu. Mana shu yerda mana. Hozir mana shu chiziq bilinib turibdi. O'shanga ik qilgan holatda o'tirasizlar. Hop. Hop. Mana u betonga tegmasligiga harakat qilasizlar. Ana shu. Qarab turasizlar. Misol uchun mana odam kelyapti, qarab turasizlar. Tushundinglarmi? Tez qilamiz. Mana. Sizlar faqat boshiga o'tishinglar kerak. Yo bo'lmasa o'tishinglar ham bo'ladi. Menimcha mana bu udobniyroq. Degan payt o'tasizlar. O'tirasizlar, qaraysizlar. Klassikada yordam beradi. Xo'p. Joystick o'rganish uchun joystickga mana. Keyingisi. Mana ulardan qilamiz. Watch out! Mana kelasizlar o'tirganinglarda turasizlar. Turib pik qiladi. Keyin pik qiladi. Hop. Kirib chiqasizlar. Reaksiyani oshirish uchun deb bu mana. Mana tez kirib chiqasizlar. Chiqasizlar. Ha, kirasizlar, o'tirasizlar mana. Odam otyapti, mana misol uchun odam otyapti. Otganida mana. Watch out! Shunaqa borasizlar, u sizlarni otyapti, borasizlar, qulab. Borasizlar, qulab. Tushundinglarmi? O'shaning uchun menimcha yordam beradi deb o'ylayman shunga. Mana shunday hamma narsalar nima bo'lsa ham mashq uchun qo'yilgan. Drabashkada otish o'rganish uchun mana bu uylardan foydalansalaring bo'ladi. Mana shu uydan oynasidan chiqasizlar, mana odamlar maketlar turibdi, mana chiqasizlar, drabashka bo'lsa bam bo'ldi. Ashna qilib o'rganaverasizlar. Xo'sh. Keyin sizlarga hozir grafikani to'g'rilashni o'rgataman. Buni hamma bilsa kerak. Mana. Moslashtirishga qo'yasizlar. Tepadagini jangovar, ravon, 45 FPS mana. Lobbini ham, jangni ham rang-barangda qo'yasizlar. Bunda mana shunda o'zinikida qo'yaman. Bunda qo'ysanglar ham bo'ladi, bunda qo'ysanglar ham bo'ladi. O'zingizlar qo'yaverasizlar uni. Buni 150 qilib qo'yinglar. Agar ja bo'lmasa 120, 130 lar qilib qo'yinglar. Unda sal nimaroq ko'rinadi. Ko'zga yoqimliroq. Mana sal pal ko'zga yoqimliroq ko'rinadi. Uzr.
ozgina qilyapman xatolashib. Mana sal yoqimliroq yo'lladi. Xo'sh. Keyin mana u samaradorlik buni o'chirib qo'yasizlar. 2x 4x ga qo'yib o'tirmanglar. Buni hamma biladi. Agarda menda mana hozir giroskop yo'q. Giroskopinglar bo'lsa ham o'ynashni bilmasanglar, yoqinglarda poligonga kirib mashq qilinglar. Mana bitta do'stim bor edi, giroskopda o'yna olmas edi. Poligonga kirib mashq qil dedim. Hozir giroskopda o'ynab yuribdi. Giroskopsiz o'ynolmaydi, giroskopsiz. Mashq qilinglar. Mana misol hozir men ko'rsatib chiqaman, mana nastroykani. O'zingizlar ko'rib nima qilib olasizlar, o'zingizlarga yoqqanini qo'yib. Mana yo'q, o'zingizlar ko'rib, o'zingizlarda uzatib chiqasizlar deb tuzatib. Xo'sh, mana giroskopni yoqish esdan chiqmasin. Grafika ko'rsatdim. Mana bu ona just. Men giroskopsiz o'ynayman, o'shaning uchun giroskopsizlarga just. Mana shu rozoyda qilib qo'yinglar. O'sha kichikroq ham yaxshiroq. Effekt qizil. Mana buni ultra ko'tarsa, sizlarda ultra qo'yib qo'yinglar. Xo'p. Bilamarimcha uncha kerak emas. Mana ko'rib oldinglar. Keyingi mashqimiz mana shunday kelasizlar. Mana bitta mana nima bor. Mana qilsalar ham bo'ladi. Mana shunda mana turasizlar. Harakat qilinglar do'stlar. Bularda ham qilaverasizlar. Bularda ham qilsanglar bo'ladi. Xullas, kirasizlar deb poligonga o'zingizlarga yoqqan bir mashqni o'ylaysizlar deb, shunaqa qilaverasizlar. Mana bitta ham mana mamlari ham bor mana tepalarda. Shulardan ham mashq qilsanglar bo'ladi. Bekordan bekorga qo'yilmagan. Xo'p, poligondan chiqamiz. Xullas do'stlar, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan mashqlarim mana shular bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan relaksiya bo'ldi. Barchalarga omad.